O'quvchilar, biz hozir siz bilan ma'nodoshlar mavzusini o'tayotganimizda mustahkamlash uchun shu metoddan foydalanamiz. Ozodbek, Munisa, siz tayyor holatda o'tiribsiz. Sizga o'quvchilar so'z aytadi. Ular aytgan so'zlarning ma'nodoshini kim topa olsa, yuz shaklini hosil qilishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Munisa, tayyormizmi Ozodbek? Demak, boshlaymiz. Asila. Osmon. Osmon so'zining eshitmay qoldim. Fazo. Fazo, Munis olamiz. Tana a'zosini hosil qilamiz. Xo'p. Keyingi so'zi Dilobat. Go'zal. Go'zal so'zining sinonimi, ma'nodoshi? Chiroyli. Chiroyli, Ozodbek. Aha. Keyingi o'quvchimiz kim? Maftuna. Odobli. Odobli. Tartibli. Munisa. Keyingi so'zimiz kim? Anora. Dono. Dono. Bilimli. Dono bo'lsa, bilimdon deyapsan-a? Xo'p, ol. Bilimli desak bo'ladi. Xo'p, keyingi so'zni kim aytadi? Zebo. Inson. Inson. Odam. Odam. Ol, Munisa. Keyingi so'z kim aytadi? E'zoza. Yo'l. Yo'l. Yo'l so'zining sinonimi? Yo'l. Yo'l. Aha. Yo'l. Yo'lak desak, endi uning kichkinarog'i bo'ladi-da. Yo'l kattaroq bo'lishi mumkin, yo'lak kichkinaroq bo'ladi. Keyingi so'zga o'tamiz. Kim aytadi? Imzo. 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 Aha. Nima? Tasvir. Nima dedik demak? Imzo. Dastxat. Qo'l, dastxat. Ikkalangizdan bitta-bitta ovozingiz bo'ladi. Keyingi so'zga o'tamiz. Men ko'zim qayerda? Kim aytyapti? Munisa yopishdi. Hojinisa. Olam. Olam so'zining ma'nodoshini aytamiz. Olam. Olam, dunyo. Munisa, olamiz yana bitta. Tabiiy. Tabiiy so'zining ma'no. Xo'p, olamiz. Ko'zim qayerda? Ko'zim qayerda? Munisada menimcha hosil bu bo'pti-a. To'xtatamiz-da. Munisada yuzdagi hamma qismlar bor, Ozodbekda bitta qosh yetmayapti. Olamizda o'zlaringiz yaratgan asarni qaranglar. Ozodbek, qaraymiz. Demak, siz yaratgan asarlar bo'ldi. Rahmat o'quvchilar, o'tirib olamiz. Munisada hamma qism bor, faqat shakl to'g'ri joylashtirilmadi. To'g'rimi?